ITni o'rganish qiyinmi? Bugungi qahramonimiz Mirahmat aka Jizzax viloyatidan Toshkentga kelib, hozirda katta IT kompaniyada Uzinfocomda muhandis dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Uzinfocom kompaniyasiga ishga kirganlariga endigina 1 yil bo'lgan bo'lsa ham, ko'plab katta loyihalarda qatnashishga ulguribdilar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, shodga ishga kirishni o'rgatamiz. Mirahmat akani dasturchilik kasbini tanlashlariga tog'alari sababchi bo'lgan ekanlar. Maktabni bitirib, qaysi kasbni tanlashga juda ko'p o'ylangan ekanlar. Shunda tog'alari ITni o'rgansang kam bo'lmaysan deb shu sohaga yo'naltirib qo'yibdilar. Shundan keyin dasturlashni o'rganishni boshlagan ekanlar. Keyinchalik kichkinaroq firmaga dasturchi bo'lib ishga kiribdilar. O'sha joyda o'zlariga ustoz topib, 2 yil ishlab, tajriba yig'ib olganlaridan keyin Uzinfocom kompaniyasiga ishga kirgan ekanlar. Mirahmat akadan dasturlashni o'rganish shunchalik qiyinmi deb so'raganimizda, hozirgi kunda ITni o'rganishga hamma sharoitlar bor. Bizning ishxonani qoshida ham YouStudy degan IT akademiya ochilgan. O'sha yerda kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, 1 yil ichida zo'r dasturchi bo'lsanglar bo'ladi. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rsata olsanglar, Uzinfocomda ishda ham olib qolishadi, dedilar. Dasturlash kurslari haqida to'liq ma'lumot olish uchun kommentda plus qoldiringlar.